Rossiyaga kirib kelishda 90-365 qoidasi muhim. 90-180 qoidasi bo'lar edi. Bunga ko'pchilik odatda shu amal qilmas edi. Amal qilmagan taqdirda ham shu chet el fuqarolariga hech qanaqa bir chora ko'rilmasdi. Ko'pchilik shu odatda bir yilda 3 oy maqsadni belgilab kelib bir necha marta bo'lib ketishar edi. Bo'lishi mumkin joylarda shu 90-180 qoidasini buzganlik sababli mudvariyna qarori chiqarilgan, jarima qilingan, mamlakatga qo'yilmagan. Hozirda mana shu 90-180 qoidasi 90-365 ga qisqargan, juda qattiq nazoratga olingan. Aynan shu 90-365 qoidasini buzib qo'ygan chet el fuqarolari nazorat qilingan shaxslar ro'yxatiga kiritiladi. Nafaqat bu nazorat qilingan shaxslar ro'yxatiga kiritiladi, balkim deportatsiya qilish, mamlakatdan 5 yilga chiqarib yuborish. Agar siz politsiyaga qo'lga tushmagan taqdiringizda ham 90-365 qoidasini buzib bo'lib turganligi sababli 5 yilga taqiq qo'yishlariga ham bu asos bo'ladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, maksimal video do'stlaringizga ham ulashinglar. Avvalgidek shu sovuqqonlik bilan qarashmasin, bir yil ichida maqsadsiz kirib kelishi, imkon boricha shu Rossiya hududiga kirib keldingizmi, asos bo'lmasa 90 kundan oshib ketmaslikka harakat qilishingiz kerak. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Salomat bo'ling.